Assalomu alaykum. Meni qattiqlarim avvalambor. Bunday video murojaat chiqarmoqchi emas edim, lekin TikTok, Instagram dayrektlarimda minglab, 10 minglab shunaqa bir murojaatlar bilan chiqishdi. Juda ham bunaqa murojaatlar ko'payib ketganligi uchun, hattoki o'zimni Telegram shaxsiy kanalimga, Telegram nomerlarimgacha topib, yuzlab, minglab insonlar Telegramdan ham juda ham ko'p murojaatlar bo'lganligi uchun hammasiga mana shu videoni chiqaryapman. Menga bo'layotgan bu murojaatlar, Sardor aka, yordam bering, yordam bering, yordam bering. Kimnidir qanaqadir operatsiya uchun, kimnidir qanaqadir yetishmovchiligi uchun juda ham ko'pchilik insonlar shunaqa yozishyapti. Telegramlarimga ko'zim tushib qolayotganligi uchun, mayli Instagram, TikTok dayrektlarimga yozilganligi bee'tibor qoldirib yuborishim mumkin, lekin Telegram, o'zimning shaxsiy Telegram nomerlarimni topib aloqaga chiqishyapti. Bu murojaatlarni 100%dan 80% az qadrdonlar yaxshilab eshitinglar. 80% ya'ni o'zini shaxsiy olingan kreditlari, yana bir 60-70% yana juda ham ko'pchilik akalarimiz, yana erkak kishilar. Men nima demoqchiman? Bu video bilan kimnidir yomonlab yoki kimnidir narsa emas, kimgadir yordam berib kelayotgan bo'lsak, sizlar shu videolar orqali ko'zlaring tushgan bo'lsa, hammasiga Alloh qodir qilganligi uchun, Xudoning o'zi bizani primoylarda, jonli efir vaqtlarida shu insonlarni yuzlashtirganligi uchun minglab insonlarga foydamiz tekkan. Bilasizlar, az qadrdonlar, hozir O'zbekistonda emasman. Shunga qaramasdan endi chetda yurgandan keyin do'stlar, tashvishlarimiz, o'zimizning shaxsiy hayotimizda bo'layotgan muammolar ortsa kamaymadi. Bilasizlar, chetda yashashni o'zi oson emas. Shunga qaramasdan qo'limdan kelgancha har juma kuni O'zbekistonda yurgan, qiynalgan, o'zim ko'zim bilan ko'rib yurgan insonlarimga, Dubayda yashashimga qaramasdan har juma kuni qo'limga kelgancha mana shu territoriyada ham qiynalgan insonlar oz emas. Mana ko'chalar tozalayotgan, ko'chalar sarishta qilayotgan va og'ir mehnatda shu issiqqa qaramasdan ishlayotgan insonlarga qo'limdan kelgancha yordam berib kelyapman. Nima demoqchiman? Meni yuragimni og'rityapti sizlarni yuborayotgan ba'zi birlaringizda operatsiyalar, kimnidir qo'li yo'q, kimnidir oyog'i yo'q, shu videolarni ko'rib turib, qani qo'limdan kelsa hammaga, butun jahoniga yordam bersam, butun dunyosiga yordam bersam. Millat ajratmayman, ult ajratmayman, yurt ajratmayman. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Ba'zi qo'pol qilib aytsa, kofirga ham qo'limizdan kelsa yordam beryapmiz. Shuning uchun iltimos qilaydim, shu insonlar murojaatni menga yubormanglar. To'g'risi, Telegramlarimda ko'zim tushyapti. Minglab insonlar, az qadrdonlar, minglab. Bo'lmasa chiqarmas edim bu videoni. Ko'rib turib yordam bera olmasam, qanaydir yuragim og'riganligi uchun sizlarga iltimos bilan chiqyapman. Qo'limizdan kelsa, Xudo xolasa jonli efirlarda, nasib bo'lsa, juma kunlari, har juma kunlari o'zimiz qo'limizdan kelgancha atrofga yordam beramiz. Undan tashqari ham juma kunlari chiroyli ehson batirlar qilishga, vaqt ajratishga sizlarga va'da berib qolaman. Faqat va faqat iltimos qilaman sizlardan yordam so'rashdi. Akalardan ham, donatorlar ham tuydirib yuborishdi. Sardor yordam so'raveradi, minglab insonlar. Sardor minglab insonlar mendan ham yordam so'raveradi. Juda ham ko'pchilik donator akalarimiz ham shu muammo bo'yicha chiqishdi. Mana shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bitta like bosib, iltimos kengroq tarqatib qo'yinglar. Jonlaring omon bo'lsin, sizlarni yaxshi ko'raman. Yuragimda ezmasanglar bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat.